Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Hormanglar. Xo'p, bugun navbatdagi darsimiz to'g'rirog'i IDC kitobidan 11-darsga to'g'ri keladi. Mana bu qisqa ko'paytirish formulalarining ikkinchi testini ko'rib chiqamiz. Birinchi testni o'tgan mavzumizda ko'rib chiqdik va berilgan misollarga bir qator tushuntirib o'tib ketdik. Endi ikkinchi testni ko'rib chiqamiz. Endi mavzuga alohida to'xtalish, albatta, uzoq vaqtni olgani uchun bu qisqa videoda uni tashkillashtira olmaymiz. U uchun albatta kursga kirishingiz kerak. Xohlang bizni tanlang, xohlang boshqalar. Endi o'zingizga qaraysiz, maqsadingizga qarab. Demak, boshladik biz. Biz qalamchamiz bor edi. Mana karandash. Xo'p, soddalashtiring. Demak, a plus b ning kubi shaklida, ya'ni bu a kub. Shuni ikkisidan boshlaymiz. To'la. X kub plus, bu yerda plus bo'lgani uchun plus qilib ketamiz, masalan, plus 3x kvadrat plus 3x plus 1. Bu qanday kelib chiqdi? Demak, a 3 ko'paygan a b, a ning kvadrati b, 3 ko'paygan a ko'paygan b kvadrat plus b ning kubi. Bu ham teng, demak, javob. Soddalashtiring. Bu qaysi formulaga tushadi? A minus 2. A minus 2. Bu degani a kub minus b kubga tushadi. Ya'ni a kub minus 8 ning kubi holatda bo'ladi. Bu ham teng, javob. Soddalashtiring. Demak, buni yuqoridagidek ochib chiqiladi. Xuddi o'zi ochib chiqamizmi? Topshiriq boshladik. Birinchi topshiriq уже tayyor. Qanchalik o'zingizni ustingizda ishlasangiz, shunchalik mavzularni yaxshi o'rganasiz. Bemalol topshiriqlar bajarayotganda savollarni ham so'ranglar. Qanchalik ilmga chanqoq bo'lsangiz, biz ham shunchalik sizlarga chuqur o'rgatamiz. Xo'p, hatto bo'lak-bo'lak qilib o'rgatishimiz ham mumkin. Demak, siz qanchalar to'g'ri savol bera olsangiz, to'g'ri javoblarni olaverasiz. Xo'p, navbatdagi soddalashtiring. Bu yana o'sha, demak, a kub plus 3 a kvadrat b, mana plus 3 bu va bu. Javob ekan. 4-chi misolimiz D. 5-chi misol. Xo'p. Demak, ifoda qiymati x minus minus 2,9 bo'lganda isbotlang. Buni o'zini sразу mana bu shaklga yozib qo'yaylik. A plus x plus 3 ning kubida bu yana kub. Qiymati shu bo'lganda hisoblang degan ekan. Bu ham teng. 2,9 qo'shsak 0,1 bo'ladi. Qolishinicha mana shuning kubi ekan. Buning kubi, agar bunday hisoblashga qo'rqsangiz, boshida o'rganib olsangiz bo'ladi, ya'ni ma'muriy qilib. Undan har birini kubga ta'sir qilsak, buning kubi o'zi qoladi, buning kubi demak ming bo'ladi. Bu ham teng bo'lyapti minusda 0,1000dan 1. Qaysi javob? C javob. To'g'ri hisobladimmi? Qo'yamiz.
takror. Minus 2,9 bu yerga qo'ysak, katta son bunisi emas, demak bizda plyus bo'ladi. E'tibor qilmaysizlar, demak bu musbat bo'lib, bizda B javob chiqadi. Xo'p, ketdik. Keyingi misolimiz xuddi shu boyagidek x kub minus 2y ning kubi bo'lsa 8y kub. Tushuntira oldimmi? Nima deganda bu a minus b a kub minus b kubni ochib chiqsak mana shu holatga keltirsak bo'ladi. Demak, o'rniga qo'yib olsak topib olasiz. Demak, buni atayin shunaqa takror kelyaptiki, o'tgan darsda ham sizlarga aytgan edim. Bu hatto geometriya tarkibida ham, trigonometriya tarkibida ham juda ko'p qo'llaniladigan matematikani bir qismi. Shuning uchun ularni osonligiga emas, ko'proq shularga oid misollar aytish kerak qiling. Soddalashtiring. Ajoyib misol. Buni yechib, buni nima qilsam bo'lar ekan? Mayli. Bu yana shu a kub plus 3 ko'paygan a ning kvadrati plus 1 taqsim a. Plus 1 ko'paytirish. Plus 3 ko'paygan a ko'paygan 1 taqsim a ning kvadrati. Plus 1 taqsim a ning kubi. Bu a. Demak, javobimiz a kub plus bu bilan bu ketsa 3a qolar ekan. 3a mana. Bunisi bu bilan bu ketsa 3 taqsim a mana. 1 taqsim a bejavob. Xo'p, ketdik. Ifodani uchun bo'yicha plus b qiymatini topamiz. Ajoyib, buni ochib chiqamiz. X kub plus 3x kvadrat a plus 3x a kvadrat plus a kub barabar qanday bu ham teng. Demak, bu yerga buni o'zini yozib o'tirish shart emas, sirazi mana shu bilan qisqartirib ketamiz. Bu bilan bu ketadi. Demak, 12x bo'lyapti. Hammasida a borda bular tarkibida. Demak, x bilan x ketganda a teng 2 ga teng bo'lar ekan. Endi 2 ga teng qiymatini boshqachaga qo'yib ko'ramiz. Ya'ni bunga 2 qo'ysak 4 ko'paygan 12. To'g'ri. Qisqardi. Demak, b teng necha bo'ladi? A teng 2 bo'lsa, b teng a kub b ga teng. 4 teng 8 ga. Agar bo'lmasa 10 ekan. Soddalashtiring. Navbatdagi sizlarga misol ekan bunisi. Qoshini o'chirib qo'ying. Xo'sh. Topshiriq 9. Xo'p. Ketdik navbatdagi savolga. Soddalashtiring. Bu demak sizlarga mustaqil. Buni bajaramiz. O'zi buni o'rniga buni bajarsam bo'ladi. Omadlaringiz bormi? Mayli. Mangaki farqi hammasini ham bajaraman. Muhim sizlar o'rganinglar deyapman-da. Shu bajargan vaqti birozgina qiyinchilikka uchrasa inson o'sha misolni yaxshi xotirlab qoladi va miya faoliyati ham bir qadar yuqorilashadi. Takror bir usulni qayta ko'rgandan foyda yo'q. Xo'sh. Mayli. Qo'ymaysizlar, mana shu sizlarga topshiriq.
Ketdik. 10 tani ichida demak chiqdi bizada 9 ishlashimiz kerak. 9 ishlaymiz. Shu har doimgidek nima qilamiz buni? X kub plus 3x kvadrat. Bu 6 bo'ladi o'z-o'zidan. Plus. Demak, buning kvadrati 4. 4 ga 3 qo'shsak 12. X plus 8 minus. Bu nimaga teng? X kub. Kublar yig'indisi. Minus. Demak, 8. Ishorasi bir xilda ketadi. Bu ham ketadi. Bizda qoldi nima? Bu ikkalasi qoldi mana. 6x kvadrat plus 12x qani? Mana. Sejobiga. Ketdik keyingi misolimiz. 10 topshiriq berdim. Bu bo'lsa qiymatini toping. Hozir mana buni aylantirib qo'yaylik. Agar topshiriq bo'lmasa olasizlar. Topshiriq ko'paysa oldimizda buni ishlab beraman. Soddalashtiring. Bu kublar ayirmasi. Ya'ni x plus 2 minus x plus 2. X'lar ketdi. X'lar ketdi. İkinci qavsda. Demak, a ning kvadrati x plus 3 3 ning kvadrati minus ikkalasi bu ham teng x kvadrat minus 4 plus ikkalasini ko'paytmas va oxirida x minus ning kvadrat. Bu ham teng bo'ladi. Nimaga? Bu yerda 2 qoldi, 4 qoldi. 4. Bu yerda ochib chiqamiz razm uzoq ochib chiqib. Mana buni kublari o'zini ochib chiqsa ham bo'lar ekan. Farqi yo'q, ikkalasi ham bir xil natija beradi. Plus demak 4x x nariga ketadi. Sig'maydi hozir. 4x plus 4 minus x kvadrat plus 4 plus x kvadrat plus minus minus 4x plus 4. Teng. Demak, bu x kvadrat bilan bu x kvadrat qolsa, mana bu bitta o'zi qoldi, x kvadrat qoldi. Va bu yerda 4x bilan 4x ketadigan bo'lsa, bizda faqat 4 ta 12 qoldi. Buni ham 2 ga ko'paytirsak, bu 2, bu 4. Tushuntiradimi? Ana bu 24 ya'ni. Xo'p, javobimiz xo'p, bir joyda bitta ketibdi. To'rt ko'paygan. Demak, bu plus, plus. Bu ham plus. Bu minus.
Minus emasmi? Plyus-ku. Mana minus mana bu yerda ta'sir qildi. Bu plyus. Bu bunday bo'ladigan bo'lsa, 3ta x kvadrat bo'lib 12 bo'ladi. Bu minus bo'ladi deb 4 bilan 4 ketadi. Mana minus uchun mana bu minus bo'ladi. Xo'p. Va 4 bilan 4 ketdi, bitta 4 qoldi. 4 qolganda ham 4 bilan 4 ko'paytirib 16 bo'laydi. Bu yerni to'g'rilab qo'yamiz. Bu yerni to'g'rilab qo'yasiz. Siz ham daftaringizdan o'chirib to'g'rilab qo'ying. Maktab to'g'rilab yasaydi. 4x plus 16. Mana, seçim. Soddalashtiring. Yuqoridagi misol o'xshash ekan. Faqat bu kub a plus b ni kubi, bu a minus b a plus kublar. Ya'ni bu demak sizga topshiriq bo'ladi, buni o'zingiz ishlaysiz. Ketdik endi. Demak x y sonlar uchun bu bo'lsa, ifoda ayniyat bo'lsa, qiymatini topamiz. Buni yana a kub minusdan boshlanadi, o'rtasi minus 3 a kvadrat b plus 3 a kvadrat b deb qo'yibman. A kvadrat b to'g'ri, lekin bizda 2 bor-ku, o'sha uchun birato'la shuni yozib ketdik. A kvadrat b bo'lsa 3 ikkiga ko'paytiramiz, 6a bo'ladi. A kvadrat mana shunday. Va bu a ko'paygan, buning kvadrati 4, 4 12. Minus b kub 8 teng a kub. Xullas buni qayta o'zini yozib o'tirish shart emas. Mana bu bilan bu ketdi. Bir xil ishoraliklar ketadi. Bu bilan bu ketishi uchun x teng minus 6 bo'lishi kerak. Va minus 6 bo'ladi ketdi. 12 bo'lsa y teng 12 bo'ladi. 8 ga teng. Bizada demak minus 6 minus 24 minus 30. Sajov. Soddalashtiring. Mana bu so'z misolchi. Buni xohlang ana buni a plus b qiling. Ya'ni a plus b. Xohlang a ni o'zini a qiling. b plus 2 ni b qiling. Menimcha tushuntira oldim. Shu uchun ham topshiriq beraman. Chunki ishlangan misolni o'zi faqat salgina harakat qilish kerakki, esda qolsin. Demak, misollarimiz yetarlicha bor ekan. Buni ishlab beramiz sizlarga. Xo'sh, ketdik. Kublar yana 1 plus 2x 6x bo'ladi. 6x kvadrat bo'ladi. Plus a o'zi 3 ko'paygan, buning kvadrati 3 ga 12 x ning kvadrati. Ya'ni 4 bo'ladi. Plus 3 kubi bo'lsa 8 x ning 6x bo'ladi. Endi shu qiymatini toping. Demak, boshladik. A teng 1.
teng 1. Ya'ni 1 plus yozib qo'yaylik. B teng 6. C x 4 bo'lsa 12. Va D 8. Yig'indisi 27. Javob ketdik. Darajaga ko'taring. Boyagi misolni o'zi. Ikkita bir xil. Xohlang 16, xohlang 15 ni ishlaysiz. Chunki birini ishlasam ikkinchisi kelib chiqadi. Salgina harakat qilsangiz yechimini topasiz. Xo'p, ketdik. Soddalashtiramiz. Buni ochib chiqamiz. Buni bitta o'chirib tashlaylik. Xo'p. Xo'p, misolimiz demak keldik mana shunga. X kub minus 3 x kvadrat 4 bu ham teng 12 plus 3 ko'paygan, buning kvadrati 16, 16 kira 3 48. 48x minus, demak buning kubi, bu ham teng 64. Minus x ko'paygan, qavsni ichini ochib qo'ying, x kvadrat minus 12x plus 36. Endi ochib chiqamiz. Bu bilan bu ketadi. Xo'p, ana bu minusi bunga ta'sir qiladi va plusga aylanadi. Bu plus 12 plus 12x kvadrat bo'ladi. Va bu bilan bu ketar ekan. Va ortidan bu bilan bu ko'payadi, 36x bo'ladi va 48x bor. Demak, bu minusga aylanadi. Shuni evaziga 48 dan ayiramiz. 36 ni 12x bo'ladi. Minus 64 o'z qoladi. Bechoq. Soddalashtiring. Minus b kvadrat. Ya'ni buni ochib chiqsangiz ham bo'ladi. Xohlang mana bunday qilib birinchi buni ayiramiz. A plus b plus 3 bir qavsda, ikkinchi qavsda a plus b minus 3 plus o'z a minus b minus 3. Va bu alar ketarkan 2b, 3lar ketarkan 2b qoldi. Bu yerda b'lar ketarkan a qolarkan va 3b qolarkan. A 2a minus 6 qolarkan. Ko'paytmasini topamiz. Demak 4ab, mana ko'paytirsak 6 mi bu? 3lar 6 12. 12b. Keyin misol soddalashtiring. Endi buni o'z ishlaysiz, ikkalasi qaysi biri yaxshiroq sizlar uchun. Bu yaxshiroq ekan. Shuning uchun shuni ishlaysizlar. Savollar bo'lsa bemalol xotirjam bo'lib yuboraverasizlar. Ishlab beraveraman. Soddalashtiring mana bu. Demak, xo'p.
Buni kubi. Bir boshdan boshlanadi. A kub plus 3 a kvadrat b. Bu ham teng 3a ni o'zi qoladi. 1 taqsim bilan ko'payadi. Plus bu bo'ladi 3 taqsim a qoladi. Plus 1 taqsim a kub. Minus plus yana bu dalish ketadi a kub. Minus bo'ladi 3a plus 1 taqsim a 3 taqsim mana bu 3. Mana bu ham 3. Minus 1 taqsim a kub. Minus 6 taqsim a. Endi qarang. A kublar qoldi 2a kub. Buni hisobladik. 3a bilan 3a qisqardi. 3 taqsim a, 3 taqsim a ikkalasi 6 taqsim a ni beradi va bu bilan qisqaradi. Ketdik. 1 taqsim a kub, 1 taqsim a kub ikkalasi ham ketdi. A kubni hisobladik. Bo'ldi, hech narsa qolmadi. Demak, javobimiz A ekan. Xo'p, shu bilan belgilangan vaqtimiz ham nihoyasiga yetdi, testimiz ham nihoyasiga yetdi. Endi mavzu bo'yicha batafsil to'xtalib kurs olmoqchi bo'lsangiz, yozirishingiz mumkin. Ishga berilgan. Yozasiz. Bemalol bitta bilimingizga qarab mos paketlarimiz, ya'ni kurs paketlari bor. O'shalardan birini tanlab ixtiyoringizga muvofiq albatta keyin kursni boshlaymiz. Charchamanglar, kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin.